Assalomu alaykum aziz mehmonlar. Bugun bizlarda kursdoshlarni yig'ilishi, biz Qarshiga o'qiganmiz 87-98 gruppa, Qarshi politexnikum. Bunaqa davra har qanaqa kursdoshlarga bo'lmaydi. Chunki mana shu mehr oqibat, biz xarakterimiz tushadigan yigitlar hammasi har yili 4-yanvar kuni shanba kuni bo'ladimi, qanaqa kun bo'lsa ham ish qilib mana shu yig'ilishimiz bo'lib turibdi. Xudoga shukr, bu yilgi yig'ilishimiz Chiroqchiga, Chiyalga, Begzod jo'ramizda xonadoniga o'tiribmiz. Bu videoni mana shu kursdoshlarni gruppasiga tashlab qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana shu mehr oqibat yo'qolmasin. Hammamiz yaxshi kunlar bo'lsin. 2026-yil hammamizga xayr barakali bo'lsin. Rahmat. Chiroya to'yibdi, Xudo senga jonim. Lekin ayon qalbim bermabdi senga. Bilar edik-ku berganman men senga borib. Lekin seni ko'rmay keturmen bu dunyoga. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring. Qalbim uchun kifoya seni so'zlaring. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring. Qalbim uchun kifoya seni so'zlaring. Mehrilayni Xudo peshonam sho'r ekan. Yaratgan ekan sen inson emas bo'g'irchoq. Mehrilayni ashula menga ovunchoq. Mehrilayni ashula menga ovunchoq. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring. Qalbim uchun kifoya seni so'zlaring. Kerak emas shahlo ko'zlaring, kerak emas sumbul sochlaring. Qalbim uchun kifoya seni so'zlaring. Iloyim, mana shu mehr oqibat ko'tarilmasin kursdoshlar. Har yili mana shu nima deydi? Mana shu davramiz eniga o'yiga o'shaversin. Birinchi o'ringa mehr oqibat, odamiylik yo'qolmasin. Yaxshi kunlarga, to'ylarga birga bo'laylik. Yetkazganiga Allohga behisob shukr.